Shuara surasi Makka da nozil qilingan 227 oyatdan iborat. Shuara shoirlar degani. Surada tavhid, iymon, islom, insoniy fazilatlarga da'vat, koinot va samovat sirlari, payg'ambarlarning da'vat asnosida chekkan zahmatlari, oxiratga taalluqli ma'lumotlar bor. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Ta, sin, mim. Ushbular aniq kitob oyatlaridir. Ey Muhammad, ehtimol siz Makka mushriklari mo'min bo'lmaganlari uchun o'zingizni halok qilmoqchidirsiz. Agar biz xohlasak, ularga osmondan mo'jiza nozil qilar edik-da, u sababli bo'yinlari egilib qolar edi. Ularga Rahmon tomonidan yangi eslatma kelishi bilan albatta ular undan yuz o'giruvchi bo'ldilar. Bas, ular payg'ambarni inkor etdilar. Ularga esa o'zlari masxara qilgan narsaning axboroti hademay kelib qolur. Axir ular yerga boqib, unda barcha turdagi foydali navlardan qanchasini undirib qo'yganimizni ko'rmadilarmi? Albatta, bunda alomat bordir. Lekin ularning ko'plari iymon keltiruvchi bo'lmadilar. Rabbingiz esa u qudratli va rahimlidir. Ey Muhammad, eslang, Rabbingiz Musoga nido qilib, zolimlar qavmiga borgin, Fir'avn qavmiga. Ular mendan qo'rqmaydilarmi degan edi. Muso aytdi: Ey Rabbim, men borurman, lekin ular meni yolg'onchi qilishlaridan qo'rqaman. Dilim tang bo'lur, tilim ravon emas. Bas, birodarim Horunga ham payg'ambarlik yuborgin. Yana ular nazdida mening gunohim bor. Bas, meni o'ldirib qo'yishlaridan qo'rqaman. Alloh dedi: Yo'q, o'ldira olmaslar. Bas, Horun bilan birga mo'jizalarimizni olib boringiz. Albatta biz sizlar bilan birga savol javoblaringizni tinglab turuvchidirmiz. Bas, ikkovingiz Fir'avnga borib ayting: Haqiqatan biz olamlar Parvardigorining elchilarimiz. Isroil avlodini bizga qo'shib, o'z yurtlari Falastinga jo'natgin. Fir'avn huzuriga kelishgach, u Musoga dedi: Biz seni bolalik chog'ingda o'z ichimizda tarbiyalamaganmidik? Umringning bir necha yilida oramizda turgan eding-ku. Keyin noshukurlardan bo'lib qilgan ishingni qilding. Muso aytdi: O'shanda men u ishni yanglishganlardan bo'lib qilgan edim. So'ngra sizlardan qo'rqib qochib ketdim. Keyin Rabbim menga hikmat berdi va meni payg'ambarlardan qildi. O'sha sen menga minnat qilayotgan ne'mat aslida sen Isroil avlodini
qul qilib olishing tufaylidir. Fir'avn dedi: olamlar parvardigori deganing nimasi yana? Musa aytdi: agar ishonadigan bo'lsangiz, u osmonlar va yerning hamda ularning orasidagi barcha narsalarning parvardigori, murabbiysidir. Fir'avn atrofidagi ayonlarga: eshitmayapsizlarmi? dedi. Musa aytdi: u sizlarning ham, o'tgan ota-bobolaringizning ham parvardigoridir. Fir'avn dedi: sizlarga yuborilgan bu payg'ambaringiz qasamki jinnidir. Musa aytdi: agar aql ishlatuvchi bo'lsangiz, u mashriq va mag'rib hamda ularning o'rtasidagi narsalarning ham parvardigoridir. Fir'avn dedi: qasamki, agar mendan o'zgani iloh qilib oladigan bo'lsang, albatta men seni zindonbandlardan qilurman. Musa aytdi: agar men senga aniq narsa, mo'jiza keltirsam-chi? Fir'avn dedi: bas, agar rostgo'ylardan bo'lsang, o'sha mo'jizayni keltirchi. Musa asosini tashlagan edi, birdaniga u chin ajdahoga aylandi. Qo'lini qo'ynidan chiqargan edi, bexos u qarab turganlarga oppoq nurli bo'lib ko'rindi. Holbuki Musa o'zi qoramtir odam edi. Fir'avn atrofidagi zodagonlarga: aniqki bu Musa ancha bilimli sehrgardir. U o'z sehri bilan sizlarni o'z yeringizdan chiqarmoqchi. Nima deysiz? dedi. Ular aytishdi: uni va birodari Horunni qo'yib turginda, hamma shaharlarga sehrgarlarni yig'ib keladigan kishilarni jo'natgin. Ular senga barcha o'tkir sehrgarlarni keltirsinlar. Bas, sehrgarlar ma'lum kunda belgilangan joyga to'plandilar. Odamlarga aytildi: sizlar to'planib bo'ldingizmi? Balki biz sehrgarlar g'olib chiqsa, ularga ergashurmiz. Qachonki sehrgarlar kelishgach, Fir'avnga: agar biz yutib chiqsak, albatta biz uchun katta mukofot bo'lurmi? deyishdi. U: ha, u holda albatta sizlar mening yaqinlarimdan bo'lursiz, dedi. Musa ularga: tashlaydigan narsalaringizni tashlangiz, dedi. Bas, ular arqon va asolarni yerga tashladilar va Fir'avnning qudratiga qasamki, albatta biz g'olib chiquvchidirmiz, dedilar. So'ngra Musa asosini tashlagan edi. Birdan u aso ularning yasama ilonlarini yuta boshladi. Bas, u sehrgarlar yengildilar va sajda qilgan hollarida yerga yiqildilar. Barcha olamlarning parvardigoriga, ya'ni Musa va Horunning parvardigoriga iymon keltirdik, dedilar. Fir'avn g'azab bilan aytdi: men izn bermay turib, unga iymon keltirdingizmi? Albatta, u Musa sizlarga sehr o'rgatgan kattangizdir. Bas,
Yaqinda bilursiz, albatta men oyoq qo'llaringizni tarama qarshisiga o'ng qo'l chap oyog'ingizni yoki aksincha kesurman va sizlarning barchangizni osib tashlayman. Ular dedilar: zarari yo'q, zero biz Rabbimizga qaytuvchidirmiz. Biz Musoga iymon keltirganlarning birinchisi bo'lganimiz sababli Rabbimiz bizning gunohlarimizni mag'firat etishini umid qilurmiz. Biz Musoga: bandalarim Isroil avlodi bilan tunda yo'lga chiqqin. Albatta sizlarning izingizga tushur deb vahiy yubordik. Bas Fir'avn barcha shaharlarga askar yig'uvchilarni jo'natdi va dedi: aniqki, ular ozgina kishilardir. Darhaqiqat, ular chiqib ketishlari bilan bizlarni g'azablantiruvchidirlar. Bizlar ehtiyotkor jamoadirmiz. Bas ularni Fir'avn va unga ergashganlarni bog'lar va buloqlardan ayirdik. Xazinalar va shinam maskandan ham, yana ularga xazina va maskanlarga Isroil avlodini voris qildik. Bas Fir'avn lashkari tong paytida ularning iziga tushdilar. Bas qachonki ikki jamoa bir-birini uzoqdan ko'rgach, Musoning hamrohlari bizlar aniq tutildik dedilar. Muso aytdi: yo'q, men bilan birga Parvardigorim bor. Albatta u meni xavfsiz yo'lga boshlar. Bas biz Musoga: asoying bilan dengizni urgin deb vahiy yubordik. Bas dengiz bo'linib, har bir bo'lak suv balandga ko'tarilib, ulkan tog' kabi bo'ldi. Boshqalarni, Fir'avn va uning lashkarlarini ham o'sha yo'lga yaqinlashtirdik. Muso va u bilan birga bo'lganlarning barchalarini Fir'avn taqibidan qutqardik. So'ngra boshqalarni dengizga g'arq qilib yubordik. Albatta bunda ibrat bordir. Lekin odamlarning ko'plari iymon keltiruvchi bo'lmadilar. Albatta Rabbingiz aziz, qudratli va rahim, rahimlidir. Ey Muhammad, ularga Ibrohim xabarini o'qib bering. O'shanda u otasi va qavmiga: nimaga ibodat qilmoqdasizlar dedi. Ular: sanamlarga ibodat qilmoqdamiz. Bas ularga sig'inishda davom etirmiz dedilar. Ibrohim aytdi: iltijo qilgan paytlaringizda butlaringiz sizlarni iltijolaringizni eshitadilarmi? Yoki sizlarga foyda yo zarar yetkaza oladilarmi? Ular dedilar: yo'q, bizlar ota-bobolarimizning mana shunday qilishlarini ko'rganmiz. Ibrohim aytdi: sig'inayotgan narsalaringni o'ylab ko'rdilaringizmi? O'zlarining va oldin o'tgan ota-bobolaringiz ham. Albatta ular menga dushman, men ularga emas.
olamlar Parvardigorigagina ibodat qilurman. U meni yaratgandir, bas u meni hidoyat qilur. Uning o'zigina meni yedirur va ichirur. Kasal bo'lganimda uning o'zi menga shifo berur. U meni o'ldirur, so'ngra qiyomat kuni qayta tiriltirur. U jazo kuni qiyomatda mening xatolarimni mag'firat etishini umid qilurman. Ey Rabbim, menga hikmat baxsh etgin va meni solih bandalarga qo'shgin. Yana men uchun mening haqimda keyingilar o'rtasida yaxshi gaplar paydo etgin. Yana meni oxiratda ne'matlar bog'ining vorislaridan qilgin. Otamni mag'firat qilgin. U adashganlardan, mushriklardan edi. Qayta tiriladigan kunda, qiyomatda meni sharmanda qilmagin. U kunda na mol dunyo va na farzandlar foyda bermas. Faqat Alloh huzuriga sog'lom dil bilan kelgan kishilargagina foyda bo'lur. U kunda jannat taqvodorlarga ko'rib quvonish va kirishlari uchun yaqinlashtirilur. Do'zax esa yo'ldan ozganlarga ko'rib pushaymon chekishlari uchun namoyish qilinur. Va ularga ibodat qilib o'tganlaringiz, but va sanamlaringiz qani Allohni qo'yib? Ular sizlarga yordam bera olarmi? Yoki o'zlari sizlardan yordam ola bilurmi? deyilur. Bas unga u butlar bilan birga yo'ldan ozgan kimsalar do'zaxga uloqtirilur va iblis lashkarlarining barchalari ham. Ular do'zaxda bahslashar ekanlar, deydilar. Allohga qasamki, albatta biz dunyoda bo'lganimizda aniq zalolatda ekanmiz. O'sha sizlarni olamlarning Parvardigoriga tenglashtirgan paytimizda bizlarni o'shanda aynan jinoyatchilar yo'ldan ozdirdilar. Endi bizlar uchun na oqlovchilar bor, na biror qadrdon do'st. Bas koshki bizga yana bir marta yashash bo'lsa-yu, bizlar ham mo'minlardan bo'lsak. Albatta bunda alomat, ibrat bordir. Lekin odamlarning ko'plari iymon keltiruvchi bo'lmadilar. Albatta Rabbingiz bandalariga nisbatan aziz, qudratli va rahim, rahimlidir. Nuh qavmi Nuhni va undan oldin o'tgan payg'ambarlarni inkor etdi. O'shanda ularga birodarlari Nuh aytgan edi: Allohdan qo'rqmaysizmi? Albatta men sizlarga yuborilgan ishonchli payg'ambardirman. Bas Allohdan qo'rqingiz va menga Allohning diniga chaqirganimda itoat etingiz. Men sizlardan bu da'vatim uchun mukofot so'ramayman. Mening mukofotim faqat olamlarning Parvardigori zimmasidadir. Bas Allohdan qo'rqingiz va menga da'vatlarimni qabul etib itoat etingiz. Ular dedilar: senga razil kambag'al odamlar ergashgandan keyin bizlar senga iymon keltirarmidik? Nuh aytdi:
men ularning nima ish qilayotganlarini bilmasman. Agar sezsalaringiz, ularning hisob kitobi faqat Rabbimning zimmasidadir. Men sizlarning so'zingizga kirib, mo'minlarni huzurimdan haydovchi emasman. Men faqat sizlarni Allohning azobi haqida ochiq ogohlantiruvchidirman. Ular dedilar: qasamki, agar da'vatingdan to'xtamasang, ey Nuh, albatta toshbo'ron qilinuvchilardan bo'lursan. Shunda Nuh aytdi: ey Rabbim, qavmim meni inkor etdi. Endi sen o'zing men bilan ularning orasini ochib qo'ygin va menga hamda men bilan birga bo'lgan mo'minlarga najot bergin. Bas, biz unga va u bilan birga bo'lgan kishilarga ichi to'la kemada najot berdik. So'ngra kema najotidan keyin qolganlarni to'fon suviga g'arq qildik. Albatta bunda alomat, ibrat bordir. Lekin odamlarning ko'plari shundan keyin ham iymon keltiruvchi bo'lmadilar. Albatta Rabbingiz hamma narsaga qudratli va bandalariga rahimlidir. Od qabilasi o'z payg'ambarlari va boshqa payg'ambarlarni inkor etdi. O'shanda ularga birodarlari Hud aytgan edi: Allohdan qo'rqmaysizmi? Albatta men sizlarga Alloh tomonidan yuborilgan ishonchli payg'ambardirman. Bas, Allohdan qo'rqingiz va menga Allohning amrini yetkazganimda itoat etingiz. Men bu da'vatim uchun sizlardan mukofot so'ramayman. Mening mukofotim faqat olamlarning Parvardigori zimmasidadir. Sizlar faqat shu dunyoni deb har bir tepalikka o'yin kulgi uchun bir belgi, baland bino quraverasizmi? Go'yo o'lmaymiz, balki mangu yashaymiz deb qasrlarni solaverasizmi? Qachon biror kishini jazoga tutsangiz, berahimlarcha tutasizmi? Bas, Allohdan qo'rqingiz va menga itoat etingiz. Sizlarni o'zlaringiz biladigan moddiy ne'matlar bilan siylagan zotdan, Allohdan qo'rqingiz. U sizlarni chorva hayvonlari va siz yoqtiradigan o'g'illar bilan qo'lladi. Bog'lar va buloqlar bilan ham. Men sizlarning ustingizga ulug' kun qiyomatning azobi yetishidan qo'rqaman. Ular dedilar: sening va'zxonlik qilishing ham, va'z qiluvchilardan bo'lmasliging ham bizlar uchun barobardir. Albatta bu ayshu ishratga berilish bizga avvalgilardan qolgan xulq odatdir. Bizlar dunyoda ham, oxiratda ham jazolanuvchi emasmiz. Bas, ular Hudni yolg'onchiga chiqarishgach, biz ularni halok etdik. Albatta bunda ibrat bordir, lekin odamlarning ko'plari iymon keltiruvchi bo'lmadilar.
albatta Rabbingiz hamma narsaga qudratli va bandalariga rahimlidir. Samud qabilasi o'tgan barcha payg'ambarlarni inkor etdi. O'shanda birodarlari Solih ularga aytgan edi: Allohdan qo'rqmaysizmi? Albatta men sizlarga Alloh tomonidan yuborilgan ishonchli payg'ambardirman. Bas, Allohdan qo'rqingiz va menga da'vatlarimizni qabul etib itoat etingiz. Men bu da'vatim uchun sizlardan mukofot so'ramayman. Mening mukofotim faqat olamlarning Parvardigori zimmasidadir. Sizlar tinchgina bu yerdagi narsalarga, bog'lar, buloqlar, ekinlar va novdalari muloyim xurmo daraxtlari ichiga mangu qo'yib qo'yilurmisiz? Yo'q, balki bu ne'matlar vaqtinchadir. Yana ustalik bilan tog'lardan uylar ham yo'nmoqdasiz, yasamoqdasizmi? Bas, noshukurlik qilishga Allohdan qo'rqingiz va menga itoat etingiz. Shirk va ma'siyatlar bilan haddan oshuvchilarning amriga itoat etmangiz. Ular yer yuzida buzg'unchilik qilurlar va hech narsani isloh qila olmaydilar. Ular dedilar: Sen payg'ambar emas, balki aniq sehrlangan kimsalardandirsan. Sen ham xuddi bizlarga o'xshagan odamdirsan. Bas, agar da'voyingda rostgo'ylardan bo'lsang, biror mo'jiza keltir. U aytdi: Mening mo'jizam mana shu tuyadir. Ma'lum bir kun suv ichish navbati unikidir. Ma'lum bir kun esa sizlarning ichish navbatingizdir. Yana unga biror yomonlik yetkaza ko'rmangiz. Aks holda sizlarni ulug' kun qiyomatning azobi tutar. Bas, ular itoatsizlik qilib tuyani so'ydilar-da, nadomat qiluvchilarga aylandilar. Ularni azob tutdi. Albatta bunda alomat, ibrat bordir. Lekin odamlarning ko'plari iymon keltiruvchi bo'lmadilar. Albatta Rabbingiz barcha narsaga qudratli va bandalariga rahimlidir. Lut qavmi payg'ambarlarni inkor etdi. O'shanda ularga birodarlari Lut aytgan edi: Allohdan qo'rqmaysizmi? Albatta men sizlarga Alloh yuborgan ishonchli payg'ambardirman. Bas, Allohdan qo'rqingiz va menga buyruqlarimga itoat etingiz. Men bu da'vatim uchun sizlardan mukofot so'ramayman. Mening mukofotim faqat olamlarning Parvardigori zimmasidadir. Sizlar olamlardan farqli ravishda shahvat bilan erkaklarga kelasizmi? Hamda Rabbingiz sizlar uchun yaratgan jufti halollaringizni tark qilasizmi? Yo'q, sizlar haddan oshuvchi qavmdirsiz. Ular dedilar: Qasamki,
agar bu ishingdan to'xtamasang, ey Lut, albatta surgun qilinuvchilardan bo'lursan. U aytdi: albatta men sizlarning bu ishlaringizni yoqtirmaydiganlardanman. Ey Rabbim, menga va ahlimga, mo'minlarga ular qilayotgan ish kasofatidan najot bergin. Bas, biz unga va uning barcha ahliga yuborgan jazomizdan najot berdik. Illo azobda qoluvchilardan bo'lgan bir kampirga, Lutning iymonsiz xotiniga najot bermadik. So'ngra boshqalarni halok qildik. Ular ustiga yomg'ir, tosh yog'dirdik. Bas, ogohlantirilgan bu kimsalarning yomg'iri naqadar yomon bo'ldi. Albatta, bunda alomat, ibrat bordir. Lekin odamlarning ko'plari shundan keyin ham iymon keltiruvchi bo'lmadilar. Albatta, Rabbingiz barcha narsaga qudratli va bandalariga rahmlidir. Ayka xalqi, daraxtzor egalari Shuayb payg'ambar qavmi o'tgan barcha payg'ambarlarni inkor etdilar. O'shanda ularga Shuayb aytgan edi: Allohdan qo'rqmaysizmi? Albatta men sizlarga Alloh yuborgan ishonchli payg'ambardirman. Bas, Allohdan qo'rqingiz va menga Allohning amrlariga itoat etingiz. Men bu da'vatim uchun sizlardan mukofot so'ramayman. Mening mukofotim faqat olamlarning Parvardigori zimmasidadir. O'lchovni to'la o'lchangiz va odamlarga ziyon yetkazuvchilardan bo'lmangiz. Shuningdek, vaznli narsalarni to'g'ri tarozi bilan tortingiz. Odamlarga narsalarni kamaytirib bermangiz va yer yuzida buzg'unchilik tarqatib yurmangiz. Shuningdek, sizlarni ham, oldin yaralganlarni ham yaratgan zotdan qo'rqingiz. Ular dedilar: aniqki sen payg'ambar emas, balki sehrlangan kimsalardandirsan. Sen ham xuddi bizlarga o'xshagan odamdirsan. Bizlar seni yolg'onchi kimsalardan deb gumon qilyapmiz. Bas, agar rostgo'ylardan bo'lsang, ustimizga osmonning bir bo'lagini tashlab yubor. U aytdi: Rabbim sizlarning qilayotgan amallaringizni yaxshi biluvchidir. Bas, ular Shuaybni inkor etishgach, ularni soyabon kunining azobi tutdi. Dar haqiqat, u ulkan dahshatli kunning azobi edi. Albatta, bunda alomat, ibrat bordir. Lekin odamlarning ko'plari iymon keltiruvchi bo'lmadilar. Albatta, Rabbingiz har ishni qilishga qudratli va bandalariga rahmlidir. Albatta, bu Qur'on olamlar Parvardigorining nozil qilgan kitobidir. Uni Ruhul Amin
Jabroil olib kelib ogohlantiruvchi payg'ambarlardan bo'lishingiz uchun qalbingizga tushirdi. U aniq arab tilida edi. Albatta, Qur'ondagi ayrim xabarlar avvalgilarning kitoblarida ham bordir. Axir Qur'on haqida Isroil avlodi ulamo ruhoniylarining bilishlari ular uchun dalil emasmi? Agar biz Qur'onni ajamlardan, arab bo'lmaganlardan biriga nozil qilgan taqdirda va uni ularga o'qib berganda ham unga iymon keltiruvchi bo'lmas edilar. Jinoyatchi kimsalarning dillariga kufrni mana shunday yo'llab qo'yganmiz. Ular to alamli azobni ko'rmagunlaricha unga, Qur'onga iymon keltirmaydilar. Bas, u azob ularga o'zlari sezmagan hollarida to'satdan kelur. So'ngra ular bizlarga biroz muhlat berilarmikan deb qolurlar. Bas, ular bizning azobimizni tezroq kelsin deb qistayaptilarmi? Ey Muhammad, ko'rdingizmi? Agar biz ularni uzoq yillar sihat salomatlik, mol davlat bilan foydalantirsak, so'ngra ularga va'da qilingan narsa, ya'ni azob kelganda, ularga dunyoda foydalangan narsalari asqotmaydi. Biz birorta ham ogohlantiruvchisi bo'lmagan qishloq, shaharni halok qilmadik. Eslatma bo'lsin deb shunday qildik. Biz zolim emasmiz. Qur'onni osmondan shaytonlar, jinlar olib tushganlari yo'q. Ular uchun buning imkoni yo'q va ular bunga qodir ham emaslar. Chunki ular vahiyni xufiyona eshitib olishdan chetlatilgandirlar. Bas, ey Muhammad, Allohga qo'shib boshqa biror ilohga iltijo qilmang. Aks holda azoblanuvchilardan bo'lib qolursiz. Yaqin qarindoshlaringizni Alloh azobidan ogohlantiring. Sizga ergashgan mo'minlar uchun qanotingizni past tuting. Bas, agar ular itoatsizlik qilsalar, u holda ayting: albatta men sizlar qilayotgan ishdan pokdirman. Qudratli va rahimli zotga barcha ishlaringizda tavakkul qiling. U sizni namoz uchun turayotgan vaqtingizda ham ko'radi. Sajda qiluvchilar orasida kezgan vaqtingizda ham ko'rib turur. Albatta, u eshituvchi va biluvchidir. Ey Muhammad, ayting: men sizlarga shaytonlar, jinlar kimlarga tushishi haqida xabar beraymi? Ular barcha bo'xtonchi, gunohga botgan folchi, romchi, kohillarga tushurlar. Eshitib olganlarini ularga tashlarlar
lekin ularning ko'plari yolg'onchilardir. Shoirlarga yo'ldan ozganlar ergashurlar. Ularning har vodiyda mavzuda daydishlarini ko'rmadingizmi? O'zlari qilmaydigan narsalarni gapirishlarini ham. Ammo iymon keltirgan va ezgu ishlarni qilgan hamda doim Allohni yod etgan va ilgari mazlum bo'lganlaridan keyin islom ravnaq topgach g'olib bo'lgan kishilar mustasnodirlar. Zulm qilganlar esa yaqinda qanday oqibat sari ketayotganlarini bilib olurlar.